Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari. Mana xudo xolasa stanogimiz 2 qavat holatda. Endi to'g'risi video qilishdan oldin stanok yerdaligida video qilmoqchi edim, to'g'risi gap. Xo'sh, ozgina shoshib qoldik. Endi yuklab yuborildi. Xullas, hamma doim bilganlang, mana shu 7 ta nasatkali stanokka bitta sindirma bekadigan qo'shganmiz. Chizmalar ham ko'paydi, xudo xolasa, qo'shimcha stanok 2 qavat 2 ta olinganligini hisobiga qoliplar ham 6 ta bo'ldi, xudo xolasa. Sindirma bekadigan nasatkani chiqib tushishda xalaqit qilmasinga olib qo'ydik bunda mashinadan hozir. Joyidan ichkariga olib qo'ydik, xudo xolasa. Keyin tepada turetskiy modellarga nasatka qo'shganmiz. Bu yoqda katta barabani bor, nari yoqda juplik kichkina nasatkasi bukish uchun tepadagi nazor qilyapmiz hozir. Endi ustiga chiqishda imkoni bo'lsa ko'ramiz. Bitta 15 lik turba nasatka qo'shimchasi bor, bitta kichkina diametrlik 2 ga 2 profilga moslangan nimamiz bor. Bekadiganimiz. Hozir bitta chiqamiz, yo Allohi alamin. Allohim kuch-quvvat beraver o'zi. Mana shunaqangi holatda mana stanogimiz ko'rinishi. Iloji yo'q, pastda video qila olmadim, sababi odam kamroq edi, odam bor paytida yuklab olaylik buni deb. Shunaqangi holat bo'lib qoldi. Stanogimizda o'sha lola stullarini 15 lik turbadan qilaman degan xonasiga 15 lik turba nasatkasi, katta diametr turetskiy modelimiz, kichkina diametrda turetskiy modelimiz va jup bukadigan nasatka 2 ga 2 profildan qo'yildi. Xo'sh, endi odatdagi eski holatda, bismillah. Eski holatdagi stanogimiz bilasizlar. 4 ga 2 profili, 20 lik ichiga itaradigan 2 ga 2 profili, sindirma bekadigan nasatka hozir mashinaning ichida turibdi, uni ham bitta kirib ko'rsatsa iloji bo'lsa mana shu yerda turibdi, mana nasatka hozir olib qo'yilgan. Mana shunaqangi holatda. Xo'sh, qolganlari endi turbaga mo'ljallangan. Aytdi, bitta 1.5 ga 1.5 profil nasatkamiz bor. 1.5 ga 1.5 profil nasatka. Betlarni cho'tki qilib laklaganmiz, laklari yaltirab turibdi, ko'rinib turibdi o'zi. Xudo xolasa bu stanogimiz Farg'ona viloyat Marg'ilon shahriga ketyapti. Marg'ilonni oxirrog'i, Farg'ona bilan Marg'ilonni yonma-yon holatiga ketyapti, xudo xolasa. Video manfaatli bo'layotgan bo'lsa, like bilan bosib qo'llab-quvvat desizlar va agar mabodo sizlarda shunaqangi stol-stulga qiziqish, stanoklari haqida ma'lumot, yo bo'lmasa chiqarilayotgan stol-stullar haqida ma'lumotlar bo'lsa, kerak bo'ladigan bo'lsa ham bog'lanaveringlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yechim qilib, qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Manzillarimiz Farg'ona viloyat Buyayda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasi, Kamarqishloq Arentor 3-maktabning ichida. Xo'sh, opisiyaga bo'lmasa ekran betiga nomer qo'yishga harakat qilamiz. Mana shu laboda ko'rinib turgan nomerlar ham bizga qarashlik. Bemalol biz bilan bog'lanib, o'zingizga kerak savollarni berishingiz va yetarli darajada ma'lumot olishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hozirgi dalniy moment Turkmanistondan xuddi shunaqangi stanokka zakasi bo'lgan, faqat tepadagi bolachasi boshqacharoq. Hozirgi turetskiy modellar chiqmaydi, lekin отдельный zakasi berishgan. Ish bo'lgani bilinib turibdi o'zi, hamma yoq qiyiqim narsalar bo'lib yotibdi. Ikkita rama tayyorlab qo'yganmiz. Hozir Turkmanistonga xuddi shu holatda ena bola stanok ketadi. Enasining razmeri 1.83 ga 2.30 lik. Bu yoqda bolachasining razmeri 2 metrga 1.83. Shunaqangi holatda uni ham xuddi shunaqa qilib tayyorlaymiz. Bitganida uni ham video obzorini chiqaramiz, xudo xolasa. Undan tashqari ratan to'qima stol-stullari uchun mo'ljallangan asobiy stanogi bor. Xo'sh, narxi 19,5 million so'mlik. Hozirgi bu modelimiz hozir narxi sizlarga aytsam 25 million 600 mingga to'g'ri keladi. 25 millionga qilib berdik. I plus dastavkasini ham qilib beryapmiz ichida. Xo'p, undan keyin o'sha nimaga olgan Turkmanistonga olingan zakasimiz 28,5 millionlik model edi. Narxida $50 skidka qilib berdik. Dollarga perevod qilib, uni narxidan o'sha $2400 ga to'g'ri keldi. Undan $50 skidka qilib berdik. Xo'p, undan tashqari yana Surxondaryoga qilinayotgan stanokda dastavkasilar o'zlari qo'yayotganligini hisobidan kelib chiqib, o'sha narxini 19,5 millionlik stanogimizni 18,5 millionga qilib beradigan bo'ldik. Dastavkani o'zlari qo'yadigan bo'ldi. Dastavka 50 deganda ham baribir 19,5 millionga stanok olib, ikkalasi ham bir xil bo'lib qoladi. Shuni hisobidan 18,5 millionga dastavkani o'zlari qo'yadigan bo'ldi. Mana shu holatda qilamiz. Ularniki, lekin manaqangi ko'rinishda bitta katta stanok bo'ladi. Nasatkalari boshqacharoq tartibda terilgan, faqat to'qima uchun bo'lganligini hisobiga diametrlari katta nasatkalar bilan ta'mirlangan bo'ladi. Xudo xolasa videolarni kuzatib boringlar. Endi sekin-sekin ishlarni yo'lga qo'yyapmiz. Xudo xolasa yangiliklar bo'lsa videolarni chiqarib turamiz. Xudo xolasa. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Dilmurod Polvon bo'ldi. Videoga like bosib ishdan chiqmasin. Kanalga ham obuna bo'lib qo'ying.